Menga qarang. Men 3 soatdan beri kutyapman. Nima shunday turaveramanmi? Xotiningiz hali tug'madi. Hali tug'madi? Bu nima degan gap? Bu ana novcha yigit, ko'z oynakli. Hozirgina keldi. Allaqachon chaqalog'ini oldi. Keyin, u ana bolani ko'ryapsizmi? U ham hozirgina keldi. Unga ham chaqalog'ini berdinglar. Nima men shunday turaveramanmi? Kechirasiz, bu bizga bog'liq emas. Bog'liq emas? Bahonada ishlamaslik uchun. Narkulov degan kishi kim? Menman, nima edi? Tabriklayman, sizda qiz farzand tug'ildi. Qiz? Ha, judayam chiroyli qiz. Vazni 3 kilo 600 gram. Yo'q. Menga qiz kerak emas, tushunyapsizmi? Menga qiz kerak emas, menga o'g'il bering. Xafa bo'lmang, keyingi safar albatta o'g'il tug'iladi. Keyingi safar deb meni boshimni qotirmang. Menga o'g'il berasiz yoki siz bilan boshqacha gaplashaman. Buni iloji yo'q, sizda qiz farzand tug'ildi. Iloji yo'q? Tanish bilishlar bo'lsa o'g'il. Bizga qolganda qiz ekanda, oy menga qarang, yoki menga hoziroq o'g'il berasiz yoki sizni ham ustingizdan partalga shikoyat qilaman. Tushundingizmi? Qiz farzand ham yomon emas, katta bo'lsa uy ishlariga qarashadi. Meni olishga harakat qilmang. Hoziroq menga o'g'il farzand berasiz yoki hammangizni ustingizdan partalga shikoyat qilaman. Tushunarlimi? Bu yerda nima gap bo'lyapti? To'xta, bu fuqaromiz qiz farzandni olib ketishni istamayapti. Ha, olmayman. Tinchlaning fuqaro. Bunda bizning aybimiz yo'q. Kimdadir qiz, kimdadir o'g'il tug'iladi. Bu tabiatning ishi. Tabiat? Pri chom tabiat? Menga qarang, sizni farzandlaringiz bormi? Bor. O'g'il, qiz? O'g'il. Ana, ko'rdingizmi? O'zingizga bo'lsa o'g'il, tanish bilishlarga ham o'g'il. Bizdek oddiy xalq kelsa, nima chiqsa berib yuboraverasizlarmi? Ha? Hurmatli fuqaro, siz Narkulovmisiz? Ha, yana nima? Tabriklaymiz, sizning o'g'lingiz tug'ildi. O'g'il? Hozirgina qiz degandingiz-ku? Avval qiz tug'ildi, keyin o'g'il tug'ildi. Sizda egizaklar. Qo'rqib ketdilaringmi? Tabiat deb boshimni qotirasanlar, tabiat ham fikrini o'zgartiribdi. Shunday talab qilmasang, tabiat ham ishlamaydi. Albatta, hozirgi ko'rib turgan videomiz bu hazil edi. Lekin barchamiz bilamizki, hozirgi kunda har bir oilada, har bir xonadonda ba'zilarda armon bo'lib qolgan bu o'g'il farzandli bo'lishdir. Hozirgi kunda siz e'tibor bersangiz, aynan shu bo'yicha o'g'il farzandli yoki qiz farzandli bo'lish uchun har xil teoriyalar, tekshiruvlar va tavsiyalar mavjuddir. Va albatta, bizning obunachilarimizda juda ham ko'p kommentariylarda qoldirilgan savollardan qiz, o'g'il oldidan rejalashtirib bo'ladimi degan mavzu asosida tez kunda aynan shu savollaringizga ma'lumot beramiz. Kutinglar.